Relayimizni mana bu bitta dona ingichka no'shkasini boya ko'rsatganimizdek o'rtadagi no'shkaga ulaymiz. Undan keyin o'sha no'shkani yonidagi ko'ksimini uzamizda, uzilgan tarafini, ya'ni включатель tomonini relayimizni mana bu pastdagi no'shkasiga ulaymiz. Mana yoqasiga turadigan no'shkasiga ulaymiz. Bunda nomerlar sal boshqacharoq kelgani uchun relayning joylashuviga qarab ulayverasizlar. Ko'rib turganingizda bu no'shkamizni simni uzib turib bu tomoniga ulaymiz. Simni tepa tarafini, mana bu tepa tomonini o'rtadagi no'shkaga ulaymiz. Undan keyin undan tepadagi no'shkaga, mana bu no'shkaga через zamok ulaymiz. Demak, mana bu включателimizdagi, mana включателimizda qizil ikkita sim bo'ladi. Birinchisi oynaga suv sepadigan plus chiqadigan sim bo'ladi, keyingisi через zamok bo'ladi. O'sha через zamok simiga mana bu relayimizning eng tepasidagi no'shkasini ulab olamiz. Relayimizdagi yashil simimizni, mana bu ketayotgan simimizni birinchi no'shkadagi qizil simga ulab olamiz.